Voy, iPhone 11 bilan turishini qaranglar. Voy, mana bundan ko'zni o'ynab turishini qaranglar. Ishlatib qo'ygan bo'larmidingiz agar arzon narxda berib yuboriladigan bo'lsa? Anchadan beri mijozlarimiz iPhone 11 dan bormi deb so'rab turishadi. Hozir iPhone 11larimiz zo'r narxdagilarni sizlar uchun yig'ib qo'ydik. Hozir birma-bir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Fioletoviy rangda 128 xotiraga ega bo'lgan 78% batareya yomkisi narxi $185 ga chiqadi. Bu telefonimiz 128 ta bo'lishligiga qaramasdan arzon chiqishligining sababi ekrani bir marta alishgan. Shu sababdan Face ID ishlamay qo'ygan. Atak o'zini ko'rsangiz bo'ladi, cho'tka holatda saqlangan. Boshqa hech qanday ayb nuqsoni yo'q, garantiyasi bilan beriladi albatta. Kimga qiziq bo'lsa, tezda bosaveradigan joy aloqaga chiqib qo'ysanglar bo'laveradi. Xuddi shu rangdagisini 64 talik varianti $190 ga chiqadi. Buni hech qayta alishmagan, hamma joyda ishlaydi, ishlamaydigan joyi yo'q. 64 GB xotira, 78% batareya yomkisi, imekalar ro'yxatdan o'tgan. iPhone 11 qiziliga qiziqadiganlar uchun mana 64 GB lik 80% yomkisidagisi. Narxi $200 ga chiqadi. Buni ham hech qanday ayb nuqsoni yo'q, imekalar ro'yxatdan o'tgan. iPhone 11 sariq rangdagisi 100 yomkisida 64 GB xotirasi. Narxi $210 ga chiqadi. Holati vashshi cho'tki. Bu telefon nima ishlamaganmi? Yangidagi holati deb yuboradi ko'rgan odam. Agar qiziq bo'lsa aloqaga chiqib qo'ying. Mana shu sariq rangli iPhone ni biz sizga yuborishimiz ham mumkin. O'zimiz skromniy qora rangda bo'lgan iPhone 11imiz 128 GB xotira, 76% batareya yomkisida. Narxi $220 ga chiqadi. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q, hamma joyda o'ziga tegishli, usta ko'rmagan, remont qilinmagan, hech qayta alishtirilmagan. $220 ga menimcha bu telefonimizni vashshi cho'tga arzib qo'ysa kerak. Bosib olish kerak. iPhone 11 oq ranglisiga qiziqadiganlar uchun mana 95 yomkisida 64 GB xotirasi $220 ga berib yuboramiz. Albatta imekalar ro'yxatdan o'tgan holatda bo'ladi. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Holatiga keladigan bo'lsa, hech qanday ayb nuqsonlari, pitnolari, chizilgan joylari yo'q. Bosib oladigan joyi buni ham olib qo'ysangiz mazza qilib ishlataverasiz. Masla, oppoqqina deydi-yu, xuddi o'shandan bittasi. iPhone 11 neobычный svetiga qiziqadiganlar uchun maxsus 64 GB xotiraga ega bo'lgan 80% batareya yomkisida narxi $220 ga chiqadi. Buni ham hech qayta alishmagan, Face Tour'da hammasi joyida, remont qilinmagan, usta ko'rmagan, hech qayta alishtirilmagan. Imekalar ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q, albatta garantiyasi 30 kun davomida bo'ladi. Agar mana shu telefonlarimizdan qaysi biri sizni qiziqtirgan bo'lsa, tezda aloqaga chiqib biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, xavotir qilmang, sizga albatta pochta orqali dostavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Namangan shahar Texnoparkdagi 84-do'konga kelib, bemalol tashrif buyurib xarid qilsangiz ham bo'ladi. Kelolmaydiganlar uchun albatta pochta orqali yuborish xizmati, ya'ni dostavka xizmati bor. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.